Tesla yoki Zikr kabi elektromobillarga eng qimmat va sifatli benzinli mashinalar baloni taqilsa, u 2 barobar tez yeyilib, salonga dahshatli shovqin kira boshlashini bilasizmi? Siz laykni ayamang, men esa hozir hammasini sodda tilda tushuntirib beraman. Elektromobillar oddiy shinalarni tom ma'noda yeb yuboradi. Buning ikkita jiddiy sababi bor. Birinchisi haddan tashqari og'irlik. Ulkan akkumulyatorlar sababli elektromobillar oddiy benzinli avtomobillarga nisbatan og'ir bo'ladi. Bu ortiqcha vazn shinaga doimiy va kuchli bosim o'tkazadi. Ikkinchisi tez joydan qo'zg'alishi. Benzinli motor tezlikni sekin-asta pog'onama-pog'ona yig'adi. Elektromotor esa gaz bosilgan soniyadanoq g'ildirakka 100% maksimal kuch beradi va mashinani joyidan yirtib uzadi. Har bir shunday keskin startda balon asfaltga shafqatsizlarcha ishqalanib, yemirila boshlaydi. Bundan tashqari elektromobilda motor mutlaqo jim ishlagani uchun asfalt va g'ildirakdan kelayotgan eng past shovqin ham salonda dahshatli darajada baland eshitiladi. Shuning uchun ham ishlab chiqaruvchilar elektromobillar uchun mutlaqo boshqacha maxsus shinalar ishlab chiqishgan. Ularning rezina tarkibi og'irlik va keskin startlarga chidamli qilib ishlanadi. Eng qizig'i, trassadagi g'o'ng'illagan shovqinni yutib yuborish uchun bu shinalarning qop-qora ichki devoriga zavoddan qalin porolon qatlami yopishtirib chiqariladi.